Xo'sh, demak, bugungi mavzumiz juft korrelyatsion regression tahlil. Demak, bu nima degani? Demak, maqsadlar erikli va eriksiz o'zgaruvchilarni aniqlash va izohlash. Demak, o'tgan mavzuda o'tganmiz erikli o'zgaruvchi, eriksiz o'zgaruvchi degan nima ekan? Keyin korrelyatsiya koeffitsiyenti, determinatsiya koeffitsiyenti va baholashning standart xatosini hisoblashning va izohlar. Ya'ni bu bo'yicha xatolik intervali qanaqa bo'ladi va unga hisoblash jarayonidagi izohni keltirib o'tamiz. Undan boshqa bosh to'plamdagi korrelyatsiya koeffitsiyentining nolga teng yoki yuqoriligini aniqlash uchun gipoteza testini o'tkazish. Undan keyin eng kichik kvadratlar usuli asosida regressiya chizig'ini aniqlash. Undan keyin hech bo'lmaganda bitta erikli o'zgaruvchining qiymatiga asoslanib eriksiz o'zgaruvchilarning qiymatini taxmin qilish, ya'ni o'zgaruvchilarni tahlil qilish. Demak, erkli o'zgaruvchining eriksiz o'zgaruvchidagi ta'sirini tushuntirish, ya'ni bu korrelyatsiya koeffitsiyentini topish degani. Xo'sh, demak, korrelyatsiya va regressiya tahlili ikkalasi ham o'zgaruvchilar orasidagi munosabat bilan bog'liq. Demak, o'zgaruvchilar orasidagi munosabatni aniqlash uchun korrelyatsiya va regressiya tahlili o'tkaziladi. Misol uchun, iqtisodchilar aholi daromadi bilan ular iste'mol xarajati orasidagi bog'liqlikni aniqlashga qiziqadi. Ya'ni siz olayotgan daromadingiz bilan iste'mol orasida bog'liq qanchalik to'g'ri. Demak, siz maoshingiz yetadimi, yetmaydimi, shuni aniqlash masalasi aytilyapti. Hozir bir minut. Demak, o'zgaruvchilar orasidagi munosabatlarning tabiati va kuchi korrelyatsiya va regressiya tahlili orqali e, tekshiriladi. Demak, shularning o'zgaruvchilar orasidagi munosabatni bilishimiz uchun biz shu tenglamani yechishimiz kerak. Demak, korrelyatsiya atamasi ikkita, ya'ni ikki o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlikni kuchini o'lchashni aniqlaydi. Ikki miqdoriy o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlikni sababiy bog'lanishini xulosa qila olmasdan topish korrelyatsiya. Demak, bu ikki o'zgaruvchiga bog'liqlik darajasini aniqlash uchun ishlatiladigan statistik usul. Demak, bu usul korrelyatsiya. Siz ikki o'zgaruvchi orasida bog'liq bormi, yo'qmi, shuni aniqlab chiqasiz. Ya'ni berilgan koeffitsiyentlar orasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun. Demak, mana bu korrelyatsiya tahlili uchun berilgan, mana ishlangan demak, shu tahliliy jadvalning natijasi. Demak, bu yerda nima deyapti? Ikkala o'zgaruvchi biriga ortib yoki kamaysa, ular ijobiy korrelyatsiyaga ega bo'ladi. Demak, mana chap tomonimizga qarasa, aholining real daromadi o'sish sur'ati, iste'mol xarajatlarining o'sish sur'ati. Demak, bu yerda biz korrelyatsiya tahlili ikki koeffitsient orasidagi bog'liqlikni aniqlashimiz kerak edi. E'tibor bersak, ikki koeffitsient orasida bog'liq qanaqa aniqlayapmiz? Demak, o'rtada biz to'g'ri chiziq o'tkazganmiz. Shu to'g'ri chiziq ustida yotgan koeffitsientlari, demak, bu ikki nima o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlikni ko'rsatyapti. Qolganlari bo'lsa, mana demak, iste'mol xarajati bilan aholi real daromadi bir-biri bilan bog'liq emas qolgan koeffitsiyentlarni ko'rsatyapti. Xo'sh, demak, endi narx bilan talab orasidagi mana narx hozir demak kunlik narxni oladigan bo'lsak,
talab bu sizga kerak narsa va shu narsaga sizning ya'ni daromadingizdan kelib chiqadi bo'lib narxda mana shuni ola olasizmi e'tibor bersang bundan mana orasida bog'liqlik qancha darajada bog'liq joyi bor va o'zgarishi orasidagi bog'liq emas joyi bor endi bularni orasidagi e, uzoqliklari kattalashib ketganlarni bu keyingi regressiya tenglamasida aytib o'tamiz demak bu nima uchun bu hozir bir koeffitsentlari bog'liqli bir koeffitsiyentlar bog'liq emas mana buni ko'rib chiqish mumkin mana faqat chiziqli korrelyatsiya demak bu yerda chiziqli korrelyatsiyaning egil chiziq munosabati va chiziqli bog'liqlik usullari bo'yicha tekshirish jarayoni demak biz egri chiziq munosabat va ikkita usulda e, korrelyatsiyaning chiziqli bog'lanishini ko'rib chiqyapmiz bu yerda. Xo'sh, korrelyatsiya koeffitsiyenti deganimiz nima demak? Korrelyatsiya koeffitsiyenti voy, koeffitsiyenti e, rho o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlikning kuchini o'lchaydi. Ya'ni tanlama korrelyatsiya koeffitsiyenti R rho'ning bahosi bo'lib namunaviy kuzatishlarda chiziqli munosabatlarning kuchini o'lchash uchun ishlatiladi. Demak, chiziqli tenglamalarda biz er bilan bahosini rho'ning bahosini topib chiqamiz. Xo'sh, mana er bu yerda ikki o'zgaruvchi orasida munosabatning miqdoriy ko'rsatkichini statistikasi ijodiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Demak, bu ikkita o'zgaruvchi orasida yo ijodiy yo salbiy ikkalasining biri bo'lishi mumkin. Demak, bu nimani bildiradi? Minus birda plyus bir orasidagi qiymatlarni qabul qiladi. Mana boyagi sizning ko'rgan grafingizdan oraliq interval minus bir bilan plyus bir orasida bu siz tor qiymati nima deysiz ana chiziqning yuqorisi bilan pastini aytilyapti nol bo'lgani nolga yoki yaqin bo'lgani bu demak korrelyatsiya koeffitsentlarining bog'liqligini bildiradi mana shu ikkalasining orasidagi uzoqlikni shu minus bir va plyus bir orasida intervalda aytiladi endi nolga teng bo'lib qolgan vaqtda bu demak korrelyatsiya koeffitsiyenti demak bog'liq deb aytiladi. Xo'sh. Keyingisi korrelyatsiya koeffitsiyentining mana raqamning qiymati munosabatning kuchini ko'rsatadi. Demak, boya raqamlarimiz maqsad ikki o'zgaruvchi orasidagi chiziqli munosabatning kuchini o'lchash. Demak, korrelyatsiya koeffitsiyenti sababini ta'minlaydigan, ya'ni x va ya'ni y o'zgarishlarini olib keladi. Ikki o'zgarishning bir-biriga munosabatini biz korrelyatsiya koeffitsiyentidagi o'zgarishlarni olib kelamiz. Demak, bu yerda shuni bilishimiz kerak. Yuqori, past, o'rta degan tushuncha bor. Hozir ko'rmayman. Xo'sh. Xo'sh, mana korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash formulasi, ya'ni tanlama Pearson korrelyatsiya koeffitsiyenti R quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni R ni topish formulasi mana bu yerda. Demak, bu yerda R korrelyatsiya koeffitsiyentini bildiradi. N kuzatuvlar soni, X erkli o'zgarishlarning qiymati, Y erksiz o'zgarishlarning qiymati. Mana shu qiymatlarni qo'ysak biz korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash formulasiga
x bilan y'ni qiymatini qo'ysak bizga javobni beradi bog'liq. Demak, mana buni topish uchun bizga e, Excel'da ishlangan jadval. Mana x bilan y'ning qiymati, demak x da ikkinchi qiymatini topish, y'ning ya'ni bog'liq qiymatini, ya'ni formula bo'yicha mana uni darajaga ko'tarib, boya ko'rgan formulamizni, demak umumiy summa yig'indisi o'rtachasi mana bunga teng bo'ldi. Xo'sh. Demak, bundan javob, demak, qiymatni olib kelib o'rniga qo'ysak, mana bu yuqorqi bo'limi 1680, mana 1680 formulaga qo'yyapmiz. Ikkinchi pastkisi, demak, joyiga qo'ydik 8890, undan keyingisi 33 ming, mana 33 ming ko'paytirib uni ilzasidan chiqarsak va mana bog'liqlik endi korrelyatsiya hisoblandi. Boya aytganmiz, ikkita koeffitsient orasida bog' 0,98 foizlik shanslik darajasini beryapti. Demak, bu o'zi boya aytganimizdek -1 bilan +1 birga yaqin bo'lsa yuqori bog'liqlik. Demak, 0 dan kichik bo'lib pastga tushib ketsa, demak bu sust bog'liqlik. Demak, o'rtada 0,5 oralig'ida bo'lsa, bu o'rta bog'liqlik deganni bildiradi. Xo'sh. Endi vazifa, u bilan buning demak qiymatlari berilgan. Demak, qiymatlar bo'yicha regressiya tahlilini hisoblaymiz. Demak, regressiya tahlili asosan erkli o'zgaruvchilarning ma'lum yoki qat'iy qiymatlari asosida eriksiz o'zgaruvchining o'rtacha qiymatini baholaydi. Ya'ni bashorat qilish bilan bog'liq. Demak, bu korrelyatsiyadan farqli turda nima qilar ekan? Eriksiz o'zgaruvchining o'rtacha qiymatini baholab berar ekan regressiya tenglamamiz. Xo'sh, demak, regressiya tahlili uchun bizning jadvalimiz, demak, jadvalni to'ldirilgan, shu jadvaldagi umumiy, demak, summasi va o'rtacha qiymati hisoblangan. Mana shu bo'yicha regressiya tahlilini o'tkazgan vaqtda boyag'i mana qiymatlar bu yerga kelib tushgan vaqtda, demak, bizga iste'mol xarajatlari bilan daromadning bog'liqligini shu grafikda ko'rishimiz mumkin. Qaysi koeffitsiyentlarda bog'liq, qaysida bog'liq emas. Mana bu demak jadval ma'lumotlar uchun demak ehtimoliy o'rin, ya'ni qiymati. Demak, u berilgan ma'nosini, ya'ni qiymatlarni shartli o'rtacha qiymatni topish uchun formulaga qo'ygan vaqtda mana y taqsim x i shu joyiga qo'ysak, bu dastlabki mana bundan kelib chiqib turibdi regressiya tahlilidan. Mana joyiga qo'ygan vaqtda qiymatlarimiz mana shu shaklga keladi. Demak, bu shaklda jadval ma'lumotlari uchun shartli ehtimolli grafigi mana bu ko'rinishda. Demak, bu yerda sizlarga aniqlik bo'lishi uchun qiymatlarni mana bog'liq koeffitsiyentlar 101, 140, 65, 80, 149, 220 mana bog'liq koeffitsiyentlarni ko'rsatyapti. Demak, mana bu jadvaldan kelib chiqqan holatda. Mana buni o'rtada berilgan ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh. Eng kichik kvadratlar usuli deganimiz mana formulasi, bu eng kichik kvadratlar usulining formulasi. Demak, bu bo'yicha biz tahlil yuritsak, mana formulani keltirib chiqishi, demak, bu yerda eng kichik kvadratlar usulida siz bog'liqlik koeffitsiyentlarning intervalini o'rtacha qiymati, mana bu har bir o'zgaruvchining, ya'ni erkli eriksiz o'zgaruvchining bog'liqligini bu yerda u1, u2 bilan koeffitsiyentlar bilan berilgan va formulada mana shu interval orasida intervalni eng kichik kvadrat deganimiz shu eng yaqin keladigan nuqta. Demak, bu bilan bunga eng yaqin keladigan bu nuqta shu bog'liqlikni
eng yaqin keladigan nuqtalarni hisoblab berish formulasi. Demak, bu bo'yicha mana formula joyiga qo'yib qiymatlarni, demak, eng kichik kvadrat usulida berilgan mana erkli va erksiz o'zgaruvchilardan kelib chiqqan holatda tenglamamiz mana bu shaklga keladi. Pastda yuqorida ko'rsatilgan formulaga qiymatlar olib kelib qo'yilgan va natija ega bo'lamiz. B1, B2 topish formulasi va birinchi tenglamamizdagi siz bilan ko'rgan regressiya tenglamamizdagi formulaga olib kelib roni topgan vaqtda roni qiymatini mana shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Demak, mana bu yerda demak B2'miz 19 taqsim 4, mana 19 x'imiz demak 14'imiz B1'imiz demek 7 minus 4 köpetiğe 1,36 demek 1,57'ye teng bo'ldi. Bu mana bu yerdagi qiymatlardan joyiga qo'yilgandagisi. Mana bu yerda o'zgaruvchilar formulaga olib kelgan vaqtda mana shu qiymatni joyiga qo'ygandagisi. Va vazifalar nima bo'ldi? Demak, vazifalar bir-biri bilan solishtirgan vaqtda kelib chiqqan qiymatlar, kelib chiqqan. Demak, bu mavzu bo'yicha sizlarga umumiy ma'lumot o'shalar edi. Xo'sh, kirib chiqib ketib qolganlar yo'qmi? Hozir bu yerda 10 ta talaba bor ekan. 10 ta talaba. Qolganiga endi qo'yaveraymi? Ha? Bilmasam domla. Dars bo'lishini bilmay qolganman. E, Dars jadvali o'rtaga tashlangan emasmi? Ha? Tashlangan. Mana sizlarga ham o'rtaga tashladim. Mana mavzularni ochib qo'yibman, olib o'qib boring. Mayli, bu bir safar sizlarni ro'za Ramazon oyida nima qilmang, qolganda keyingida ham bir ko'p tashlayman. Yetkazing hammasiga. Maylimi? Xo'p, domla, rahmat. Mayli unda.